Tug'ilgan kunim munosabati bilan har xil joylardan tekinga narsa so'rab ko'raman. Birinchi bo'lib Safiyadan boshlaymiz. Bugun tug'ilgan kunimda sovg'a sifatida nimadir bera olasizmi? Safiyadagi menejer tekinga narsa bermasligini va videoga olish mumkin emasligini aytishdi. Keyingi manzil Embassy Burger. Bugun men tug'ilgan kunimda sovg'a sifatida nimadir bera olasizmi? Men bilmayman. O'tirmay qayerda o'tirasiz? Nima o'tiraman? Kutilmagan joyda nima berisharkan deb o'tirganimizda Ismoil akaga tekinga maxita olib kelishdi va undan keyin meni sovg'am keldi. Tekingami? Rozimisizlar? Menga berishgan setni narxini so'raganimda 68 ming so'mligini aytishdi. Mashinaga alohida lak bosib qo'yinglar. Bu bola aldayapti deb o'ylamasliklari uchun pasportimni ham ko'rsatdim va 68 milliy setni yeb oldim. Keyingi manzil KFC xodimlari ham tekinga hech nima berishmasligini aytishdi. Endi bonga navbatda beramiz. Kirishimiz bilan videoga olish mumkin emasligini aytishdi va biza haqqimiz borligini aytsa ham tushunishmadi. Shuning uchun ham bon bizaga umuman yoqmadi. To'liq nima bo'lganligini Telegram kanaliga joylab qo'yaman. Keyingisi Fedab degili bizaga shart ishida berishdi. Nech pulligini to'g'risi bilmayman. Keyingi navbat Evas xodimlari ham hech nima bermasligini aytishdi. Oxirgi manzilimiz Luk degili bizaga 19 ming so'mlik muz shirinlik berishdi. Siz bo'lsa obuna bo'lishni tanladingiz.